Annyeonghaseyo, assalomu alaykum. Bugun 7-chi darsimiz va bugun sizlar bilan grammatika ot plus nin qo'shimchasini o'rganamiz. Bu ham koreys tilida juda ham muhim grammatika. Bu barcha otlarga qo'shiladi. Shuning uchun ham bularni yaxshilab tushunib o'rganib olishingiz kerak. Bunday qo'shimcha o'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarda ham yo'q, faqatgina koreys tilida bor. Bularni qanday ishlatilishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib yangi so'zlarni o'rganamiz. Kicha jurnalist, Chigwon xodim, Ining bank, Taesagwon elchixona. Qaytaramiz. Kicha, Chigwon, Ining, Taesagwon. Nega bu yerda Ining deb o'qiyapmiz? Chunki h harfi so'zning o'rtasida kelsa talaffuz qilinmaydi. Keyingisi Shiktang restoran, Peu aktyor, Drama serial, Kichayok vokzal. Qaytaramiz. Shiktang, Peu, drama, Kichayok. Biz hammamiz aytadigan drama aslida koreys tilidan olingan so'z. Serial degan ma'noni beradi. Endi bosh kelish qo'shimchasi ot plus ninni ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz Chonin islom imnida. Nega bu yerda ikkita l qo'yapmiz? Chunki biz oldingi darslarimizda o'rganganmiz, l yoki r harfi so'zning o'rtasida kelsa r deb talaffuz qilinadi deb. Lekin bu yerda l deb talaffuz qilish uchun ikkita qo'yamiz. Chunki bunday harflar so'zning o'rtasida bunday harflar yonma-yon kelganda har doim l deb talaffuz qilinadi. Aynan l deyish uchun biz buni ikkita qilib qo'yamiz. Men islomman. O'zbek tilida bu men islomman bo'ladi. Mendan keyin hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Lekin koreys tilida bor. Koreys tilida qo'shish kerak. Keyingisi Chonin 학생입니다. Chonin 학생입니다. Men o'quvchiman. Endi qoida, ya'ni kyutik. Koreys tilida bosh kelish qo'shimchasini qo'shishdan oldin so'zlarda pachim, ya'ni undosh bilan tugagan so'z bor yo'qligiga ahamiyat berishimiz kerak. Masalan, cho. Bu yerda pachim yo'q, so'zning oxiri unli harf bilan tugagani uchun nin qo'shimchasi qo'shiladi. Islom so'zida esa bu yerda unli harf bilan tugayapti va pachim bor. Shuning uchun ham in qo'shimchasi qo'shiladi. Hozir bularni yana kengroq ko'rib chiqamiz. Endi agar so'zda pachim yo'q bo'lsa, ot plus nin in bo'ladi. Birinchi misolimiz Sumi는 의사입니다. Sumi는 의사입니다. Sumi shifokordir. Bu yerda sumidan keyin o'zbek tilida qo'shimcha yo'q, lekin koreys tilida qo'shamiz. Keyingisi Minsu는 가수입니다. Minsu는 가수입니다. Minsu qo'shiqchidir. Bu yerda ikkala so'zimizning ham oxirida pachim bo'lmagani uchun nin qo'shimchasi qo'shiladi. Agar so'zda pachim bo'lsa, ot plus in qo'shimchasi bo'ladi. Mana buni ham misollarda ko'ramiz. Suhyo는 기자입니다. Suhyo는 기자입니다. Suhyon jurnalistdir. Suhyon bu yerda pachim bilan tugagani uchun, ya'ni undosh harf bilan tugagani uchun in qo'shimchasi qo'shiladi. Suhyo는 기자입니다. Keyingisi Minhyok은 직원입니다. Minhyok은 직원입니다. Minhyok xodimdir. Minhyok bu yerda ham k, ya'ni pachim bilan tugayapti. Shuning uchun ham in qo'shimchasini qo'shamiz. Endi yemun misol gaplarni ko'rib chiqamiz. Yogining, mana bu yogi, kogi, chogi bilan o'tgan darsda o'tgandik. Yogi bu yer, yogining 은행입니다. Bu yer bankdir. Endi kogining 대사관입니다. Kogining 대사관입니다. U yer elchixonadir. Bu yerda ham so'zimiz pachim bilan tugamayapti. Shuning uchun ham nin qo'shimchasi qo'shiladi. Kogining 대사관입니다. 저기는 식당입니다. 저기는 식당입니다. Ana bu yer restorandir.
저기는 기차역입니다. 저기는 기차역입니다. 아나베이얼 vokzaldir. 아지즈는 한국어 선생님입니다. 아지즈 koreys tili o'qituvchisidir. 민혁은 중국어 선생님입니다. 민혁은 중국어 선생님입니다. 중국 Xitoy edi, 중국어 Xitoy tili. 민혁 Xitoy tili o'qituvchisidir. 이준숙은 한국 배우입니다. 리준숙 koreys aktyoridir. Bu yerda nega ijunsuk bo'lyapti? Chunki koreyslar li deb yozmaydi. Ular koreys tilida bu i bo'ladi. Bu faqat o'zbek tilida li deb talaffuz qilinadi. 이것은 한국 드라마입니다. 이것은 한국 드라마입니다. Bu koreys dramasidir. Mana bu bu bo'lsa kot narsa deb o'tgandik. Biz o'zbek tilida bu narsa koreys dramasi deymiz. Shunchaki bu koreys dramasi deb aytamiz. 이것은 한국 드라마입니다. Darsimiz mana shu yergacha edi. Keyingi darsda xuddi mana shu bosh kelishlikning ikkinchi qismini o'tamiz. Unda ega qo'shimchasini qanday qo'shilishini o'rganamiz. Bugungi darsimizni yaxshilab o'zlashtirib oling, chunki bu sizga juda ham kerak bo'ladi. Hammaga xayr. Kamsahamnida.